Balkim bu yolg'ondir. Aldayapti menimcha. O'lganmi? Ha, o'lgan. Sen o'ldirdingmi? Yo'q. Uni sovuqlik o'ldirdi. Balkim kasallik. Ha, mayli. Nima bo'lganda ham yaxshi bo'pti. Yaxshi. Ha. Va mutlaq farqi yo'q. Kasallikdan o'ldimi yoki sovuqlikdanmi? Bitta bo'ri kamaydi. Endi kechqurun bexavotir uxlaymiz. Bu maxluq bizga tegmaydi. Iflos, qiynalib bo'lgan bo'lsin. Yaramas maxluq. Yaramas maxluq yashagis kelgani uchunmi? Nima? Agar ular ov qilishmasa hech narsasi bo'lmaydi. Hech narsa yemasa o'lishadi. Demak, o'lgisi kelmaganligi uchungina maxluqmi? Sen ularni oqlama. Ular tabiatdan shunaqa yovuz. Shuning uchun qiynoqli o'limga munosib. Fikrimga qo'sh.